Assalomu alaykum, Brent tikuv mashinasi obunachilari. Bizdan oldin Instagram kanali orqali kuzatar edingizda, endi bundan buyon YouTube kanali orqali kuzatishni davom etasizlar. Ya'ni YouTube kanalimizda Instagram kanalimizdan chiroyli bir videolarni, ya'ni sizlarga kerakli bo'lgan manfaatli videolarni, tikuv mashinasi haqida obzorlar, buzilganda tuzatish jarayonlari, narxlari, yangi kelgan tikuv mashinalar, ishqilib sizlarga kerakli bo'lgan zo'r chiroyli videolarni ko'p barcha harakat etamiz. Bugungi videomuz ham xudo xolasa shu yangi kelgan tikuv mashinasi haqida, narxlar haqida bir qator sizlar bilan danışib chiqamiz. Qanasa ketdik. Aziz obunachilar, yana ko'rib turganlaringizdek, xudo xolasa birinchidan tikuv mashinalarining narxlari bilan danışishni boshlaymiz. Ko'rib turganlaringizdek, birinchi bu tikuv mashinamiz Jack F5 tikuv mashinasi. Endi hamma biladi, buni ortiqcha so'z bilan ifoda bo'lish shart emas deb o'ylayman. Bu mashinalarimiz narxlari 4.300.000 so'm. Albatta sovg'alari nalari bilan qilib beramiz. Kelishtirib qo'llangancha. Keyingi mashinamiz Nanbang tikuv mashinasi. Bu motor ham kuchli, albatta 5000 ga boradigan chiqadi. Ayrim tikuv mashinalar 3700 danani o'tmaydi. Ovoz ham yumshoq, ishlashlari zo'r. Polni yipqa qalin tolani qiynalmasdan tikadi. Bular narxlari 3.900.000 so'm. Keyingi esa shu Nanbang firmaning Overlock'i. Bu Overlock'i 4 yil bo'ladi. Boshqa Overlock'larga qaraganda bir xil ishlashlar, hech qanday farqlari yo'q. 2 dan 4 naqd ishlaydi. Bularning narxlari 5000 so'm. Albatta kelishtirib qaytib beramiz. Keyingi mashinamiz Boyu GT170. Bu GT170 mashinamiz oldin bu GT180 bo'lib chiqqan. Shuni aytadigan bo'lsam, ko'pchilik 170 deganda yo'q, biz 180 da tikkanmiz. Bu boshqacha degan fikr olib boradi. Bu ikkisi ham bir narsa. Prosta 180 ni poddelkalari ko'payib ketgan. Hozirgi kundan ham bu poddelkalari ana shuncha zavodning o'zi 170 ga yetirgan. Poddelka bilan originalning farqi nima deganlar uchun, originalnikini nechap qilsangiz ham yozuvi 3000 da. Bundan bilan qilsam, boshqa bilan qilsam 3000 da. Ham tinda serial nomerlari bo'ladi bunda. Har bir mashinada serial nomer bo'ladi. Poddelkani kelsa salvaja o'chib ketadi. O'zi u jalla kirish ham shart emas, donat bilan borganda o'chib ketadigan bo'ladi. Hozirgi kunda shu Boyunam, Jatnam ko'pchilik mashinalarni brend bo'lib qolgan mashinalarning poddelkalari boshqa ko'payib ketgan. Poddelkasiga hammasiga aytganimdek salvaja o'chib ketadi. Bularning narxi 4 million so'm qaytib kelishtirib beramiz. Shuni aytish aytgan tikuv mashinalarimizning hammasini bir ko'rsa, bir qaychi narxlari bilan poddelkasini ham qilib beramiz. Ustanovka, dastavkasi 3 yil garantiyasi bilan birgalikda bo'ladi. Keyingi mashinamiz Boyuni GT700 Overlock'i. Bu mashinamiz ham aytgan boshqa mashinalarnikidan 4 narxli bo'ladi. 2 yilda ishlaydi. Buni narxi 5,5 million so'm qaytib kelishtirib beramiz. Keyingi mashinamiz Boyuni GT188, ya'ni bir yarim avtomat. Bu narxdan o'zi kirib beradi, ishni osonlashtiradi albatta. Bularning narxi 4.700.000 so'm qaytib kelishtirib beramiz. Keyingi ko'rib turgan mashinalarimiz bu har xil brendlar, ya'ni bulardan qisqacha tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Lejang tikuv mashinasini Shagayshi hisoblanadi. Neyli 0399 modeli. Bu mashinamizni Shaga 12 bo'ladi. Ichida platformasi uzunligi ham 33 sm. Ayrim Shagayshi mashinalarga 25 sm dan katta bo'lmaydi. Bularniki 33 sm. Bular polni qalin tovalarni qiynalmasdan tikadi. Bular ham 3 yil garantiya beriladi albatta. Narxlari 6,5 million so'm qaytib kelishtirib beramiz. Keyingi mashinamiz Nanbang tikuv mashinasi avtomati bu. Ya'ni eng fulli naqdimizni kirkatib lapkanimizni ko'taradi, zakripkani ham avtomat o'zi beradi. Ham mashina o'zi so'llidan varianti bu. Eng full yog'ni ekonomatadi, step motor qo'yilgan, ish qilib, men qo'shimcha vaziyatni o'zlarini tushuntiraveramiz albatta. Bu mashinamiz narxi 6,5 million so'm qaytib kelishtirib beramiz. Keyingisi shu firmanikini yarim avtomati. Bu faqat shu narxni kirib beradi. Bundan to'liq qaychi va boshqa vaji yo'q. Zakripka bular qo'lda beriladi. Bularning narxi 4,5 million so'm. Keyingi mashinalarimiz Lejang firmaniki, bu ham shu Nanbang bilan birgalikda chiqadi. Bularning narxi 3.800.000 so'm aytib beramiz, qaytib kelishtirib beramiz. Keyingi mashinalarimiz bunda Jack firmanikini avtomatlari bor. Bularning narxi 7 million so'm qaytib beramiz. Xuddi shu Nanbang firmanikining avtomati bu. Keyingi esa yarim avtomat. Bu ham shu to'liq shu narxni o'zi kirib beradi, qaychisi bor. Bularning narxi 5 million so'm
qaytib kelishtirib beramiz. Arzon mashina so'ralgan uchun Juliki firmanikidan bu. Bularning narxi 2 million 900 ming so'm qaytib beramiz kelishtirib. Oyliklar esa bular 3 million 900 ming so'm. Bularni ham qaytib kelishtirib beramiz. Aytganimizga hammasini shu kursi qaychilari bilan birga qilib beramiz. Bu vazimiz termopress hisoblanadi. Bu razmeri 40'a 60 bo'ladi. Ya'ni bu qiladigan ishi futbolchi markalari, etiketga emblemlar qilib Nike, Adidas degan yozuvlarni yopishtirib qo'yib, tiki safında basıp o'zini narsani brendini yaratsan bo'laveradi. Shu yerga yopishtirib qilib beradigan aparat. Bularning narxi 3,5 million so'm qaytib kelishtirib beramiz bularni. Bu vazimiz vakuum suluk hisoblanadi. Razmerine keladigan bo'lsak, 80'dan 150 bo'ladi razmeri. Yaka basadan vajlar ham bor. Tartib bo'yni bemalol qiynalmasdan ishlatsangiz bo'ladi. Bu vazimizning vazifasi, ya'ni tovarlara, kiyimlarga ütük basgan vaqtida 2-3 odam ushlab turish shart emas. Bir odamni orqaga bosa beradi. Knopkasi ishlatgan vaqt o'zi tortib ushlab turadi. Undan tashqari bu üstlerini o'zi ham qizadi-da buni. Üstlerim qiladi, ya'ni vakuum o'zi tortib beradigan xususiyatga ega. Bu vazimizning narxi 4,5 million so'm qaytib kelishtirib beramiz. Oldinlari bu narsamizni ishlatadigan odamlar o'zi kelmadi. Katta sexlara bo'lardi. Hozirgi kunda oddiy tikuvchilar olib ishlatib qolibdilar. Narxlarni qaytib kelishtirib, xudo xolasa, nodir garantiyalar bilan qilib beramiz. Aziz obunachilar, bugungi videomiz shulardan iborat bo'ldi. Keyingi videolarda nechik mashinalar kerak haqqında, nechik savollarınız bo'lsa, hammasini kommentariy yozib qoldirsangiz, qo'ldan kelsa javob berishga harakat etamiz. Bizning kanal albatta ulanib qo'yinglar, like'larni bosib qo'yinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar degan umiddamiz. Albatta bizning kanalimizni rivojlanishi uchun ikkisidan kattaningiz bo'ladi, qissangiz bo'ladi. Bir qator nalarimizni manzilimizni tanishtirib o'tamiz. Bizning manzilimiz o'ng tarafdan kelsangiz, Rasenter man servisdan bo'ladi. Agarda chap tarafdan keladigan bo'lsangiz, Urganch Tekstil tarafdan kelsangiz bo'ladi. Yani qisqartib tushuntiradigan bo'lsak, Mirzo Gamburg 2-filialini yanında bo'ladi. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Bemalol telefon urib aloqa chiqaveringlar. Qo'ldan kelsa narxlarni qaytib kelishtirib berishga harakat etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.